Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar. Ko'p kelib tushadigan savollardan biri shuki, vitamin D ni berishim kerakmi? Yangi tug'ilgan bolamga vitamin qachondan boshlab beray degan savollar kelib tushadi. Javob shuki, bolangiz tug'ilgandan keyin 2-3 oylikdan boshlab akvaditrin vitamin D tomchi ko'rinishda bersangiz bo'ladi. Buni suvlik shakli bor, yog'li shakli bor. Yoz oylarida suvli shakli yaxshiroq, qish oylarida yog'li shakli yaxshiroq. Buni bir tomchi bolaga, bir tomchi To'ris xalqaro birlik saqlaydi, bir yoki 2 tomchi yangi tug'ilgan bolaga davolash dozi hisoblanadi. Kattaroq bolalarga 2 tomchi, 3 tomchigacha bersak bo'ladi uzoq muddat. Va bundan tashqari quyosh nurida ham bolani sayr qildirish esdan chiqmasin. Bolangiz salomat bo'lsin. Sog' bo'ling.